Bu narsani aytib qo'yishim kerak. Agar bizda yuklarimiz misol примерно 23 kun, 25 kunda bu yulduzchadan ham yo'q bo'ladi yuklarimiz. Yukim yo'qolib qoldi, topolmayapman degan savollar ham ko'p bo'lyapti. Uning uchun biz nima qilamiz? Bu yulduzchadan, moshinchadan hammasining yo'q bo'lgan bo'lsa yuklaring, eng birinchida chap tarafdagi shunday mana shu toplayga shunday bosamiz. Bosganimizdan keyin toplay chiqdi, toplay emas. Al borku eng birinchida yuqorida chap tarafda turgan ana shunga bossak, mana shu yerda zakaz qilganlarimiz, admin qilganlarimiz hammasi turadi bu yerda. Pulini to'lamagan yuklarimiz hammasi mana bu yerda turadi. Mana bu yerda hammasi turadi. Ularni sizlar topolmayman, yo'qolib qoldi deb hech qayerga bu yo'q bo'lmaydi. Hammasi shu yerda turadi. Zakaz qilganlaring, qaysi zakazdan olganlaring, даже admin qilgan yuklaring hammasi bu yerda turadi. Misol biz buni qanday bilib olishimiz mumkin? Biz mana zakaz olgan yuklarimiz mana nima deydi? Mana bular admin bo'lingan yuklar mana bu yerda. Mana bu refull admin bo'lingan yuklarda bular. Admin qilingan. Mana bu haqdagilar olingan yuklarimiz mana bu yerda hammasi eng pastda mana hammasi oq bo'lib turibdi. Mana bu qizil bo'lib turganlar bular hali olinmagan yuklar. Biz o'shandan ham ajratib olsak bo'ladi bu narsani. Shuni esdan chiqarmanglar. Bu yo'q bo'lmaydi yuklaring. Shu yo'qolib qolgan yuklaring mana shu alga kirsalaring turadi. Men misol aytaman-ku sizlarga trek kodini tashlang yoki manzilini ko'raylik deyman-ku. Shu istalgan zakazlaringni ustiga bosasizlar. Bosganlaringdan keyin mana moshincha chiqib keladi. Moshincha o'zi moshinchada ham ko'rsatib qo'yibdi mana qaysi manzilga zakaz qilganlaringni. Qaysi kargoga ya'ni mana ko'rsatib qo'yibdi. Shuni ham shu moshincha ustiga mana stilkachaga shunday bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu yerda hammasi ko'rsatilib qo'yilgan. Mana pastga moshinchani shunday mana stilkachani shunday bossak, mana bizni qaysi manzilga zakaz qilganimiz turibdi mana. Bu tepasidagi Xitoyga qabul bo'lgan sanasi skladga ya'ni. Biz doim Xitoyga qabul bo'lgan sanasini aytamiz. Misol mana shu kundan mana shu kungacha yetib keldi desak, bu Xitoyga qabul bo'lgan skladga qabul bo'lgan sanasi bo'ladi. Xitoyga misol qabul bo'lgan sanasi bilan buni ikkovini orasida mana bu 07/28 kun zakaz qilingan. Bu yerda 07/29 kuni skladga qabul bo'lgan. Misol aradan bir kun o'tib skladga qabul bo'lyapti. O'shani ham esdan chiqarmanglar. Skladga misol 1 kun, 2 kun o'tib, misol yetib borgandan keyin skladga qabul bo'ladi. Qabul bo'lgandan keyin biz o'sha kelgandan keyin mana shu kundan mana shu kungacha keldi yukla desak, bu Xitoyga qabul bo'lgan sanasi bo'ladi.